muz yig'ildi deydi. Muz yig'ilgandan keyin qotib qoladi. Mana shunday qotib qoladi muz yig'ilsa. Bu keyin nima qiladi? Buni sepasizlar, oynani eritmaydi. Muzni eritmaydi. Agar buni ishlatsangiz, men o'zim boshimdan o'tgan ishlatganman. Mana shu muz erib ketadi joyida. Mana shu rezinkalarni ham eritib tashlaydi. Ya'ni muzini. Bun bilan buni ancha farqi bor. Biladiganlar bitta like bosib qo'yasizlar. Polirovka qilgandan keyin nezamerzaykani to'ktirib tashlayapman. Mana shu usulni to'ktirib tashlayapman. Nimaga? Mana chunki mana shunaqa nezamerzaykalar oynani tuz dog' qilib tashlayapti. O'rniga nima variant berasiz? Bu oynaga tuz yig'maydi. Asnavanasi shunaqa. Toza Germaniya nemislar biladi nima ishlab chiqarishi. Bularga o'xshab ichiga tuz sovormaydi. Ayrimlarida merzaykani ichiga tuz solib qo'yapti. Men haqiqatan kasal bo'lganman mana shu nezamerzaykaga. Qishda kerak bo'lsa tog'larga chiqqanimda dvorniklari muzlab qolganda mashina separdim, zirlatib. Mashina temirli varianti bo'lsa, sразу muzlaydi ko'pchilikda. Mana mashina eritib tashlaydi. Muzni eritadi. Hozir xolodilnik yo'q ishxonamizda bo'lmasa ham sizlarga mana shu muzini mashga solib, ustidan mashina sepib quyib berardim, eritib yorishini. Mana shunaqa, xullas effekti bor.